Arzancaro'nun obunachilarga narxi arzondan qidirib yurgan obunachilarimiz bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa Arzanjaro o'zimizning kanal, o'zimizning mollarimizni xudo xolasa chiroyli qilib arzon qilib beramiz. Qatnashgan bilan bittadan like bosib videoni aroja ko'rib. Assalomu alaykum Arzanjaro ashaddiy obunachilari akalar, xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida o'zimizning minimal firmamizga yetib kelganmiz. Xudo xolasa narxi arzonlarda xudo xolasa chiqarib berishda davom etamiz. Xudo xolasa bugunga to'rbosh chiroyli, sifatli buzoqchalarda olib kelib qo'yganmiz. 3 ta xunojin, bitta novvosidan narxi arzonidan. Vodiy bo'ylab dastlab kelani o'zimiz qilib beramiz. Yeb ichishlarga bir hafta garantiyalari bor. Joniga kafolati yo'q lekin. Xudo xolasa mana shu buzagimizdan boshlaymiz videoga kelamiz. Oyoq qo'llari yo'g'onidan so'ragan obunachilarimiz oyoq qo'llari yo'g'on, orqa korpuslari, korobkalari zo'rida mana. Uzunliklarga, yo'g'onliklarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Bitta ostini ko'rsatib qo'yamiz. Sigirga ham xudo xolasa bo'laveradigan variantidan. Narxi bo'ylari 1 metr plus xudo xolasa chiqaveradi. Narxini 12.500.000 so'm vodiy bo'ylab dastlab kelgan qilib beramiz. Like bosib turgan obunachilarimizga xudo xolasa 200.000 so'm o'tib 12.300.000 ga vodiy bo'ylab yetkazib olib beramiz akalar. Telefon qilishga shoshilaringlar. Mana ikkinchisiga oq boshidan Shvedda originalidan so'ragan obunachilarimiz ostlarga e'tibor bering aka. Mana qarang. Oppog'idan so'ragan akalarimizga uzunliklari orqa korobkalarga ham e'tibor berib bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa bo'ylari 1 metr kelaveradi. Narxi arzon bo'ladi. Xo'p, yoshliklari 7 oylik ag'bag'ida. Narxi 12 million yo'q nar, 11.800.000 ham yo'q nar. 11.500.000 so'mga vodiy bo'ylab dastlab kelgan qilib beramiz. Xudo xolasa like'larni bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa jupini olaman degan obunachilarimiz telefon qilsa yengil qilib qo'yib beramiz. Uchinchisiga xudo xolasa Shvedda original oq quloq, oq tumshuqda to'qol variantidan akalar mana. Shu oq yo'q to'qolidan kichkina shidda qo'shqochasi boridan so'ragan akalarimizga ostlarni ham ko'rsatib qo'ying. Ostlarni qarang aka. Orqa korobkalar, uzunliklari bir hafta yebicha garantiyasi bor. Endi qo'shaman degan obunachilarimiz ham telefon qilishaversa, emadi xudo xolasa hashakka kirib qolgan. Yoshliklari 3-4 oylikqa beraveramiz. Vodiy bo'ylab dastlab kelaman. Narxini so'ragan obunachilarimizga 11 million so'mga vodiy bo'ylab ketdi. Ozgina xayri sunnat kami bo'ladi. 10.700.000 so'mga vodiy bo'ylab ketdi. 300.000 ga o'tib qo'ydi. Telefon so'lang, xudo xolasa ozmas xayri sunnati bo'ladi. Bo'ylari 90 kelaveradi xudo xolasa. Uchinchisiga Novosiyani simpatkasidan so'ragan obunachilarimiz orqa korobkalari zo'rida. Kalla boshlari. Uzunliklarga ham e'tibor bering aka, mana qarang. Mashalloh. Qonni chiqib turganidan xudo xolasa mana qarang aka turularini. Narxi arzoni xudo xolasa. To'rtinchisiga yetib keldik. Bo'ylari 90 kelaveradi. Narxi 11.700.000 so'm vodiy bo'ylab dastlab kelarini o'zimiz qilib beramiz. Xudo xolasa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa 4 tasini bitada savdoga olaman degan obunachilarimiz ham telefon qilaveringlar. Ishlaringni chiroyli qilib bitirib beramiz. Videoga mana like bunday qilib bosib qo'yinglar. Xudo xolasa arzonidan chiqarib beraveraman. Kanal rivoji uchun obuna tugmachasini ham ezib qo'yish esdan chiqmasin. Narxi arzon sher xaridorlari chiqib boraveradi. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin deb biz videolarimiz tugatdik. Hammasini olaman degan obunachilar Toshkent dastlabkasi bor. Yeb ichishiga 10 kundan garantiyasi bor hammasini. Narxini yana oxirida aytib o'tib ketaman. 12.300.000 so'm. Buni dastlabkani qilib beraman. 11.5 million so'm bunisi. 10.700.000 so'm. 11 million 11.300.000 so'mga vodiy bo'lib ketdi. Hammani chorvasida maynaga kamida 10 ta boqish nasib qilsin. Like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmadi.